Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. 11 noyabrdan keyin pensiya to'lovlari, hujjatlar tekshiruvi, bank kartalari orqali pul olish, ortiqcha to'langan mablag'lar va yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar masalasida tartib ancha jiddiylashmoqda. Bu gap nafaqat pensionerning o'ziga, balki uning nomidan pul olayotgan farzandiga, ishonchnoma bilan yurayotgan qarindoshiga, bank kartasidan foydalanayotgan oila a'zolariga ham tegishli. Agar sizning oilangizda pensiya oluvchi inson bo'lsa, bu videoni oxirigacha eshiting. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta o'z vaqtida yangilanmagan ma'lumot yoki bankdagi kichik xato sabab pensiya vaqtincha to'xtashi, qayta tekshiruvga tushishi yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu kanalda oddiy odam tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, huquq va davlat to'lovlari bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensiya masalasida odamlar ko'proq qog'oz hujjatlarga, mahalla ma'lumotnomasiga, ish staji haqidagi eski arxiv qog'ozlariga, bank yoki pochta orqali beriladigan to'lovlarga tayanib kelishdi. Pensioner pulini oyma-oy olib yurar, ayrim joylarda farzandi ishonchnoma bilan olardi. Ayrimlar kartasini o'g'liga yoki qiziga berib qo'yardi. Kimdir boshqa tumanga ko'chib ketgan bo'lsa ham, eski manzil bo'yicha ma'lumot vaqtida yangilanmasdi. Kimdir chet elga ketgan qarindoshining kartasidan pul yechib yurardi. Kimdir vafot etgan odamning pensiyasi 1-2 oy tushib qolsa, uni qaytarish masalasi keyinroq ko'tarilardi. Endi esa asosiy o'zgarish shunda, pensiya tizimida ma'lumotlarni solishtirish kuchaymoqda. Ya'ni pensiya oluvchining shaxsi, yashash joyi, tiriklik holati, bank hisob varag'i, nogironlik muddati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, ish staji, daromad ma'lumotlari va boshqa bazalar bir-biri bilan tekshiriladi. Men buni oddiy qilib aytaman. Oldin ko'p narsa odam olib kelgan qog'ozga qarab hal bo'lgan bo'lsa, hozir tizim odam haqidagi ma'lumotlarni elektron bazalardan ham ko'ryapti. Shu sababli men bilmasdim. Kartani bolam ishlatgan. Manzilimni o'zgartirgandim, aytmagandim. Nogironlik muddati tugaganini sezmay qolibman degan gaplar muammoni avtomatik hal qilib bermaydi. 11 noyabr sanasi atrofida odamlar orasida pensiyalar bekor bo'lar ekan. Hammaning puli ushlab qolinar ekan. Kartalar bloklanar ekan degan vahimali gaplar ko'paydi. Men ekspert sifatida shuni aniq aytaman. Har bir pensioner qo'rqishi kerak degani emas. Lekin ma'lum toifadagi odamlar o'z hujjatlarini tekshirtirib olishi kerak. Chunki tizimda nomuvofiqlik bo'lsa, pensiya to'lovi darhol yoki keyingi oyda savol ostida qolishi mumkin. Eng birinchi masala, pensiya kimning nomiga tayinlangan bo'lsa, pul ham aynan shu shaxsning huquqi hisoblanadi. Farzand, kelin, kuyov yoki nabira pensionerga yordam berishi mumkin, lekin pulni noqonuniy o'zlashtirish mumkin emas. Masalan, 7 yoshli otaxonning pensiyasi plastik kartaga tushadi. O'g'li, "Ota, men sizga oziq-ovqat olib beraman" deb kartani o'zida saqlaydi. Agar ota rozi bo'lsa, bu oilaviy kelishuvdek ko'rinadi. Lekin keyin ota "Men pulimni ko'rmayapman" deb shikoyat qilsa yoki bank operatsiyalarida shubhali yechimlar chiqsa, masala jiddiy tekshiriladi. Shuning uchun men har doim pensionerlarga aytaman. Kartangizni hech kimga butunlay topshirib qo'ymang. PIN kodingizni yozib bermang. Pulingiz qayerga ketayotganini o'zingiz bilib turing. Ikkinchi masala ishonchnoma. Oldin ko'pchilik onam yura olmaydi, men olib kelaman deb oddiy tushuntirish bilan ishni bitkazishga urinardi. Hozir esa ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, pensionerning roziligi va pulning haqiqatan ham pensioner ehtiyoji uchun ishlatilishi muhim bo'ladi. Masalan, 80 yoshli ayolning qizi pensiyani ishonchnoma orqali oladi, ishonchnoma 2 yilga berilgan. Muddat tugagandan keyin qiz yana pul olishga harakat qilsa, bank yoki to'lov tashkiloti rad etishi mumkin. Bu yerda men har doim olib yurardim-ku degan gap o'tmaydi. Hujjat muddati tugagan bo'lsa, yangilash kerak. Uchinchi masala nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi. Nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, u o'z vaqtida qayta ko'rikdan o'tish kerak. Masalan, bir inson 2 guruh nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Uning tibbiy xulosasi noyabrgacha amal qiladi. U esa hali vaqt bor deb yurib, qayta ko'rikka kechikadi. Natijada noyabr oyida to'lov kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin hujjat to'g'rilangandan so'ng qayta tiklanishi ehtimoli bor.
lekin odam bir oy yoki undan ko'proq vaqt pulsiz qolib ketishi mumkin. Shuning uchun muddatli hujjatlar eng xavfli joylardan biri. 4-masala o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu to'lov odatda voyaga yetmagan bolalar, o'qishda davom etayotgan farzandlar yoki qonunda ko'rsatilgan shaxslarga beriladi. Agar bola 12 yoshga to'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qishini tasdiqlamasa, to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, 18 yoshli yigit kollej yoki universitetga kirgan, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma olib bormagan. Tizimda uning o'qishi ko'rinmasa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov savol ostida qoladi. Odamlar ko'pincha u hali o'qiyapti-ku deydi. Lekin davlat organi uchun og'zaki gap emas, rasmiy ma'lumot muhim. 5-masala chet elga chiqib ketish. Pensioner vaqtincha chet elga chiqsa, bu avtomatik ravishda pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin ayrim holatlarda yashash joyi, doimiy ro'yxat, bank operatsiyalari va tiriklikni tasdiqlash masalasi paydo bo'ladi. Masalan, pensioner Rossiyadagi farzandi yoniga 6 oyga ketdi. Kartasini esa qo'shnisiga berib ketdi. Qo'shni har oy pulni yechib turdi. Agar keyin tekshiruvda pensionerning o'zi mamlakatda emasligi, karta esa boshqa odam tomonidan ishlatilgani aniqlansa, savollar tug'iladi. Bu holatda eng to'g'ri yo'l qonuniy ishonchnoma, bankda to'g'ri ruxsatnoma va pensionerning tirikligi bo'yicha zarur tasdiqlarni vaqtida berish. 6-masala vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu juda nozik mavzu, lekin men ochiq aytishim kerak. Ba'zan inson vafot etadi, lekin kartasiga keyingi oy pensiya tushib qoladi. Oila a'zolari baribir onamizning puli edi deb uni yechib oladi. Mana shu eng xavfli xatolardan biri. Chunki vafot etgan sanadan keyin ortiqcha to'langan mablag' aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner 5 noyabrda vafot etdi, lekin dekabr oyida kartga pensiya tushdi va farzandi uni yechdi. Keyin tizim FHDYO ma'lumotlari bilan solishtirilganda ortiqcha to'lov aniqlanadi. Natijada oila pulni qaytarishga majbur bo'ladi. Ayrim holatda esa tushuntirish berishiga to'g'ri keladi. Agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, yashash manzili yangilangan bo'lsa, bank kartasi o'z nomida bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyoz muddati tugamagan bo'lsa, pulni o'zi yoki qonuniy vakili olayotgan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Tizimning kuchayishi halol pensionerga qarshi emas. Aksincha, noto'g'ri to'lovlarni, vafot etgan shaxs nomidan pul olishni, soxta hujjatlar orqali nafaqa olishni, muddati tugagan asoslar bilan to'lov davom etishini oldini olishga qaratilgan. Masalan, 38 yoshli ayol doimiy pensiyasini kartaga oladi. ID kartasi bor. Manzil bir xil. Hech qanday nogironlik muddati yo'q. Yoshga doir pensiya tayinlangan. U har oy pulni o'zi yechadi yoki do'konda karta orqali ishlatadi. Bunday odam uchun 1 noyabrdan keyingi tekshiruvlar katta xavf tug'dirmaydi. Lekin u ham bank SMS xabarlarini tekshirishi, kartasini boshqa odamga bermasligi va telefoniga kelgan kodlarni hech kimga aytmasligi kerak. Yana bir misol, 75 yoshli otaxonning oyog'i og'riydi, bankka bora olmaydi. U qiziga notarial ishonchnoma bergan. Ishonchnoma muddati amalda qizi pulni olib, otasiga dori-darmon, oziq-ovqat olib beradi, kvitansiyalarni saqlaydi. Bu holatda ham katta muammo bo'lmaydi. Chunki vakillik qonuniy rasmiylashtirilgan. Birinchi nozik joy pensiya avtomatik tushyapti, demak hammasi joyida degan noto'g'ri fikr. Yo'q, ba'zan tizim bir necha oy keyin xatoni aniqlaydi. Ortiqcha to'lov bugun emas, 3 oy o'tib ham topilishi mumkin. Keyin odamga falon oylar uchun ortiqcha to'langan mablag'ni qaytaring degan talab keladi. Shuning uchun agar siz huquqiy asosingiz o'zgarganini bilsangiz, masalan, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, o'qish to'xtagan bo'lsa, pensioner vafot etgan bo'lsa, buni yashirmang. Ikkinchi nozik joy bank kartasining egasi va foydalanuvchisi. Kartaning ustida pensionerning ismi yozilgan bo'lsa ham, undan boshqa odam doimiy foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Bank nuqtai nazaridan karta egasi mas'ul. Agar kartadan katta miqdorda pul yechilsa, kredit olinadigan bo'lsa, firibgarlik operatsiyasi bo'lsa, muammo pensioner nomiga keladi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Nabira buvisining kartasini telefoniga ulab olgan, keyin internet orqali to'lovlar qilgan. Buvi esa men hech narsa bilmayman deydi. Lekin karta uning nomida. Shuning uchun pensionerlar bank kartasini o'z nazoratida saqlashi kerak. 3-nozik joy telefon raqami. Ko'p pensionerlarning bank kartasi farzandining telefon raqamiga ulangan. Bu qulaydek ko'rinadi, lekin xavfli. Chunki SMS kodlar, bank xabarlari ilova orqali tasdiqlar farzand telefoniga boradi.
Agar farzand halol bo'lsa ham, telefon yo'qolishi, firibgarlar qo'liga tushishi, ilova buzilishi mumkin. Eng yaxshi yo'l pensionerning o'z nomidagi telefon raqami bo'lishi va ishonchli odam yordam bersa ham. Asosiy nazorat pensioner yoki qonuniy vakilda bo'lishi. 4-chi nozik joy, yashash joyi. Odam bir tumandan ikkinchi tumanga ko'chadi, lekin pensiya hujjatlarida eski manzil qoladi. Keyin tekshiruvda ro'yxat, mahalla bank bo'limi, tibbiy hujjatlar bir-biriga mos kelmay qoladi. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas, lekin ortiqcha yugur boshlanadi. Ayniqsa yolg'iz yashovchi pensionerlar, vaqtincha farzandi uyga ko'chib o'tganlar, boshqa viloyatda davolanayotganlar bunga e'tibor berish kerak. 5-chi nozik joy, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar kredit olgan bo'ladi. Aliment yoki sud qarori bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. 20 noyabrdan keyin odamlar pensiyam kamaydi. Demak, yangi qonun chiqdi deb o'ylashi mumkin. Aslida sabab sud ijro hujjati, bank krediti bo'yicha avtomatik yechim, kommunal qarzdorlik yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lishi mumkin. Agar pensiyangiz odatdagidan kam tushsa, birinchi navbatda bankdan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Pul qayerga ketgani raqam bilan ko'ring. 6-chi nozik joy, arxiv staji. Yoshi bo'yicha pensiya tayinlanganda ish staji juda muhim. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin qo'shimcha ish staji to'pladi. Eski korxona hujjati, arxiv ma'lumotnomasi, harbiy xizmat, bolani parvarish qilish davri, boshqa tasdiqlar. Bunday holatda pensiyani qayta hisoblash mumkin bo'lishi ehtimoli bor. Lekin buning uchun odam og'zaki men ishlaganman demaydi. Hujjat olib keladi. Agar yangi tartibda bazalar tekshirilsa, noto'g'ri kiritilgan staj ham, kiritilmay qolgan staj ham yuzaga chiqishi mumkin. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pensionerning ID kartasi yoki pasporti, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, ishonchnoma, nogironlik ma'lumotnomasi, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyida ma'lumotnoma, yashash manzili bo'yicha ro'yxat, hammasini bir joyga yig'ing. Hujjatlarning muddati tugamaganiga qarang. Ayniqsa ishonchnoma va tibbiy xulosa muddatini alohida tekshiring. Ikkinchi qadam, bank kartasini nazorat qiling. Kartani kim ishlatyapti? Telefon raqami kimniki? SMS kimga keladi? Mobil ilova kimning telefonida turibdi? Bularni aniqlang. Agar pensioner o'zi foydalana olmasa, ishonchli farzandi yordam bersin, lekin hammasi ochiq bo'lsin. Har oy kamida bir marta bankdan yoki ilovadan ko'chirma ko'rib chiqing. Qancha pensiya tushdi? Qachon yechildi? Qayerga to'landi? Bularni bilish kerak. 3-chi qadam, agar pensiya to'xtasa yoki kamayib tushsa, vahima qilmang. Avval bankka boring va hisobvaraqdan ko'chirma oling. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Mening pensiyam falon oyda falon miqdorda tushishi kerak edi, lekin falon miqdorda tushdi yoki tushmadi. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat keyingi bosqichlarda sizni himoya qiladi. 4-chi qadam. Agar ortiqcha to'lov haqida talab kelsa, darhol hujjatlarni ko'rib chiqing. Talab qaysi oylar uchun qancha summa, nima sababdan ortiqcha deb topilgan, buni aniqlang. Agar xato bo'lsa, e'tiroz yozing. Masalan, tizim sizni o'qimayapti deb ko'rsatgan, lekin sizda kunduzgi ta'lim ma'lumotnomasi bor yoki nogironlik muddati uzaytirilgan, lekin ma'lumot bazaga kech tushgan. Bunday holatda hujjat bilan isbotlaysiz. 5-qadam. Yolg'iz pensionerlar uchun yaqinlari alohida daftar tutib bersin. Unda pensiya tushgan sana, summa, sarflangan asosiy xarajatlar, dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat yozib borilsin. Bu majburiy emas. Lekin oilada kelishmovchilik chiqsa yoki pul qayerga ketdi degan savol tug'ilsa, juda foydali bo'ladi. 6-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 20 noyabrdan pensiyangiz bloklanadi. Menga karta raqamingizni ayting. Kod keldi. Aytsangiz pensiyangizni saqlab qolamiz. Yangi ro'yxatdan o'tkazish uchun pul yuboring degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Davlat organlari sizdan telefon orqali bank kartangizning to'liq ma'lumotini, PIN kodini, SMS kodini so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing va bankka xabar bering. 7-qadam. Manzilingiz o'zgargan bo'lsa, rasmiylashtiring. Farzandingizga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, mahalla va tegishli organlarda ma'lumotlarni tartibga keltiring. Hamma biladi-ku, degan gap rasmiy tizim uchun yetarli emas. 8-qadam, agar pensioner vafot etsa,
Yaqinlari pul masalasida ehtiyot bo'lsin. Vafot sanasidan keyin tushgan to'lovni shoshilib yechmang. Avval FHD yo'q hujjati, dafn puli, meros masalasi va pensiya bo'limi bilan maslahat qiling. Chunki keyin qaytarish majburiyati chiqishi mumkin. Bu oila uchun qo'shimcha og'irlik bo'ladi. 9-qadam pensiya miqdorini qayta hisoblash imkoniyatini tekshiring. Agar sizda qo'shimcha staj hujjati, arxiv ma'lumotnomasi, oldin hisobga olinmagan ish davri bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ba'zan odam yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi. Chunki bitta muhim hujjat topshirilmagan bo'ladi. Tizim kuchayishi faqat xavf emas, ba'zi insonlar uchun o'z haqqini ko'proq olish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Demak, 11 noyabrdan keyingi asosiy haqiqat shuki, pensionerlar uchun eng xavfli narsa pensiyaning o'zi emas, hujjatlardagi nomuvofiqlik, muddatlarning o'tib ketishi, bank kartasini boshqa odam ishlatishi, vafot etgan shaxs nomidan pul yechilishi va o'zgarishlarni vaqtida bildirmaslikdir. Hujjatlari joyida bo'lgan, pulini qonuniy olayotgan, kartasini nazorat qilayotgan pensioner qo'rqmasligi kerak. Lekin keyin ko'ramiz, baribir tushaveradi. Hech kim tekshirmaydi degan davr asta-sekin tugayapti. Men sizga tavsiya qilaman. Bu gunoh oilangizdagi pensionerning hujjatlarini bir marta ko'zdan kechiring. Bank kartasi kimda ekanini aniqlang. Ishonchnoma va tibbiy hujjat muddatlarini tekshiring. Agar muammo bo'lsa, uni to'lov to'xtagandan keyin emas, oldindan hal qiling. Sizning oilangizda pensiya bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Kamayganmi yoki hujjat talab qilishganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, huquqini va asabini saqlab qoladi.